metoddan foydalanish uchun siz xuddi shunaqa shakllarni printer orqali chiqarib o'quvchilarga tarqatsangiz ham bo'ladi yoki o'quvchilar o'zlari chizgan holatda yasatsa ham bo'ladi. Men o'quvchilarga buni chizdirdim. Keyin esa kiyimchalarning yarmiga antonimlarni so'ramoqchi edim. Mavzuyim yarim antonimini yozdim, yarmini esa yozganim yo'q. O'quvchilar o'zlari, masalan, men katta deb yozib qo'ygan bo'lsam, ular yarmiga kichik deb yozishlari va rang berib ishlashlari kerak edi. Mana shunaqa kiyimchalarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, buni oddiy usulda so'rab qo'ysak nima bo'lar edi deydigan bo'lsak, agar siz buni oddiy usulda so'raydigan bo'lsangiz, o'quvchining yodidan tez chiqib ketishi mumkin. Agar uni mana shunday shakllar, ranglar, kreativlik asosida qilsangiz, o'quvchining yodida uzoq vaqt ushlanib qolishiga erishishingiz mumkin bo'ladi.